Konstantin Dmitrovich Ushenskiy nafaqat rus pedagogikasining asoschisi, balki dunyo miqyosidagi buyuk mutafakkirdir. Uni zamondoshlari Rossiya o'qituvchilarining o'qituvchisi deb atashgan. Uning hayot yo'li mashaqqatli kechgan bo'lsa-da, u o'zini butun kuch-g'ayratini ta'lim-tarbiyaga oid asarlar yozishga bag'ishladi. Afsuski, u o'zining eng asosiy asari Inson tarbiya predmeti sifatida kitobining 3-jildini tamomlashga ulgurmay 1870-yilda vafot etdi. Ushenskiy tizimi asosi bu xalqchillik g'oyasidir. Mutafakkirning fikricha, har bir xalqning o'ziga xos tarbiya tizimi bo'lishi shart. U ta'limni boshqa mamlakatlardan ko'r-ko'rona ko'chirishga qarshi chiqib, tarbiya xalqning milliy ruhiga asoslanishi kerakligini ta'kidlaydi. Xalqchil tarbiya bu xalqning ehtiyojlari va milliy o'zligiga xosligini anglash demakdir. Ushenskiy pedagogikasida ona tili markaziy o'rinni egallaydi. U ona tilini xalqning jonli xazinasi deb ataydi. Tilsiz xalq bo'lmaydi. Shuning uchun ona tilini o'rganish orqali bola o'zligini, tarixini va ma'naviyatini anglaydi. Ona tili darsligi orqali u bolalarda bilimga muhabbat va milliy g'ururni uyg'otishni maqsad qilgan. Ushenskiy uchun axloqiy tarbiya bilim berishdan ko'ra muhimroqdir. U tarbiyada quyidagi vositalarni sanab o'tadi. Bulardan birinchisi axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning asosi. Ikkinchisi o'qituvchi namunasi. Ushenskiy aytganidek, yosh qalblar uchun quyosh nuri qanchalik zarur bo'lsa, o'qituvchining namunasi ham shunchalik zarurdir. To'rtinchisi e'tiqod va rag'batlantirish. Bolani to'g'ri yo'lga boshlash choralari. U jazoning har qanday jismoniy shakliga, jumladan tayoq intizomiga qat'iyan qarshi chiqqan. Didaktika sohasida Ushenskiy yangi davrni ochib berdi. Uning tizimi quyidagi tamoyillarga tayanadi. Ko'rsatmalilik. Bilimlar ko'rgazmali va tushunarli bo'lishi kerak. Anglash hamda mustahkamlik. Bola materialni shunchaki yodlamasligi, balki uni anglab, xotirasida mustahkamlashi lozim. Keyingisi mustaqil ishlash. O'qituvchi bolalarga mustaqil ishlash ko'nikmalarini o'rgatishi shart. Ushenskiyning merosi jahon pedagogikasining oltin poydevoridir. U o'qituvchilar tayyorlash tizimini yaratdi va o'qituvchi mehnatini yuksak baholadi. Uning xalq pedagogi sifatidagi nomi asrlar davomida o'chmaydi. Zero vataniga va xalqiga xizmat qilish uning pedagogik faoliyatining bosh burchi edi.